tuzimsiz, sog'lig'ingiz yaxshimi? Xurshidbek aka qilgan ishlarni bir ko'rsatay degandim. Shu proyekt bo'yicha qilib bergan mana. Shkaflari kirishda xo'jadagi hamma yo'g'ini akkuratni qilib, mana qanday berilgan bo'lsa shunday qilib bergan. Chiroyli qilib, o'ta go'zal qilib, hollarni mana haligi chiroyli joy bor edi, shuni ham mana qanday ko'rsatilgan bo'lsa, imkon qadar shu realni qilib bergan. Ishlari o'ta sifatli, akkuratni, go'zal qilib ishlarni bitirib chiqib ketdi. Akadan Alloh rozi bo'lsin. Oshxonamiz aka, mana oshxonamiz ham mana shu go'zal chiqdi oshxona. Chiroyli qilib hamma yo'lni joy-joyiga joylab, akkuratni qilib, mexanizmlar ham ruchkasi yo'q, bittasini ham hammasi shu ruchka ochiladigan qilib, moykalarni qo'yib, hamma yo'lni akkuratni qilib o'zlari yig'ib berishdi. Gaz plitalarida ham bitta suv shirkasi joylashgan mana. Bitishga, bu yerda ham joylari o'ta ko'p bo'lgan. Qimmat materiallardan qilib, go'zal qilib berdi akamiz. Fantaziya mebelga murojaat qila olasizlar ekan. Mahaladorlardan ham qo'yib, ruchkasi qilib, juda chiroyli qilib bergan, high-tech usulda qilib, go'zal qilib. Ochilishlari ham hamma joyi zo'r. Bitta musulka bor. Yana yoqqan tomoni aka rozyetkani akkuratni qilib skletik berdi. Suv ham temaydi, ham bezopasni qilib. Juda xohlaganimizdek bo'ldi-da, Xudo xolisa. Oshxonaga divan qilib berdi, mana qilib chiroq qilib, orqasini ATN'siz qildirdik, joyidan kalam qilish uchun. Taglari ochiladi, narsa qo'ysa ham bo'ladi. Buni ham mos qilib chiroq qilib berdi buni ham. Spalniga tumba qildirdik aka, mana shu rasmda qanday ko'rsatilgan bo'lsa, biroz divan tepasini qilmadik, sababi tepaga kartinka qo'yadigan bo'ldik. Shuni hisobiga bo'ydan pasaytirdik buni. O'zi aslida patlar qilish kerak edi buni. Taglari ochiladi bu divanlarda ham. Bemalol ancha narsa qo'ysa bo'ladigan qilib berishdi. Bu tomonda ham tumbasi bor bitta. Bu qizlarning xonasi. Bu ham juda chiroyli chiqdi. Divanlari, quyonchalarni qarang. Chekasini o'ta akkuratni obshibga qilib bergan. Shiddat bilan qilingan o'ta. Endi quloqlarini ham o'xshatib afsala qilib berdi aka. Rasmdagi holati. Beg'ona g'aladorlari ham, pufuklari ham bir xil bo'lib, ko'p narsa sig'adigan qilib joylab berdi, hamma yo'g'ini akkuratni qilib. Bu o'g'il bolalar xonasi. Bu ham juda chiroyli chiqdi. Divanlarning tagi ochiladi, buni ham ikki tomonni ham rasmdagidek qilib, devorlarni obshibga qilib, materialda. Ishimiz biz aytgan muddatdan jinday cho'zildi, lekin kutganimizga yarasha o'ta go'zal chiqdi. Eshiklari mana, eshiklari ham o'ta akkuratni. Mana rasmda qanday berilgan bo'lsa, shu holatda qilib berishdi, birga bir qilib. Ochilib yopilishlari hammasi manaqa chaklari ham bilinmaydi, ulangan joylari yo'q, hammasi krashning bo'lgan hisobiga ham juda chiroyli chiqdi eshiklari ham. Hammomniki, menga bitta shkaf qildik kichkinagina, rasmdagidaqa bir xil qilib, bu yerda aristonga qoplab bergan. Tagida kirmoshda turadi. Akaning tagiga ham ikki qatorli tortma qilib berdi. Ustalarning qo'llari dard ko'rmasin, charchashmasin, shunaqa go'zal narsalar tayyorlash deydi.